Bugun Surxondaryodan Afg'onistonga siz bilan birgalikda sayohat qilamiz. Surxondaryoda o'zbeklar va afg'onlarni birlashtirib turadigan kichik shaharcha borligini bilasizmi? Bugun sizlarga Ayritom jahon bozorini ko'rsataman. Ayritom jahon bozori umumiy 36 gektar joyda joylashgan. Bir tomoni Afg'onistondan kirilsa, bir tomoni esa O'zbekistondan kiriladi. Kirish uchun esa bittagina pasport yetarli. Hozir savdo markazidamiz. Bu yerda asosan o'zbeklar va afg'on do'konlarda narxlar va mahsulotlar bilan tanishib chiqamiz. Ko'rib turganingizdek, afg'on choponlarni hamma turdan bor. Narxlari ham juda ham qulay. Mana bu ustimda turgan nimchaning narxi 150 ming so'm. Undan tashqari mana bu pastda to'shalib turgan 5 ga 3 kilomimiz narxi esa u ham 150 ming so'm. Afg'oncha choylarni hamma turidan bor. Mana shunaqangi afg'oncha choy narxi 35 ming so'm. Undan tashqari afg'on qozonlari narxi 200 ming so'mdan boshlanar ekan. Ko'rib turganingizdek, odam juda ham ko'p. Hammasini bitta joyni o'zida topsangiz bo'ladi. Xohlasangiz mana shunaqangi mo'ynalarni hamma turidan bor. Mana buni zo'rligini qarang. Sizga ham yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Agarda bu yerga kelsangiz, xuddi Afg'onistonga sayohat qilgandek bo'lasiz. Kiyim-kechak deysizmi, oziq-ovqat, gilammi, xullas hammasini bitta joyning o'zidan hamyonbop narxda topsangiz bo'ladi. Bu yerda afg'on oshxonalari ham bor. Ko'rib turganingizdek, odam juda ham ko'p. Menga eng yoqqan tarafi afg'on oshi va shashligi bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, go'shtini ustiga emas, ichiga ko'mib berishar ekan. Bu yerda bolalar uchun park va zoopark ham bor. Zooparkdagi hayvonlarni bitta ko'ring, aniq sizni hayron qoldiradi. Xullas 70 ming so'm evaziga mana shunaqangi bitta braslet olasiz. 8 ta attraksion, bolalar maydonchasi va zooparkdan bir kun davomida xohlagancha foydalansangiz bo'ladi. O'zbekistonda hamma yaxshi biladigan Aqua Medline klinikasi va Surxondaryodagi eng katta xalqaro logistika markazi ham aynan shu yerda joylashgan. Agarda bozor aylanib charchab qoladigan bo'lsangiz, o'zbek va turk restoranlarida, ya'ni Meros va Ramiz restoranlarida mana shunaqangi chiroyli atmosferada mazza qilib ovqatlansangiz bo'ladi. Bu yerda tayyorlanadigan o'zbek va turk ovqatlariga umuman gap bo'lishi mumkin emas. Dam olishingiz uchun bitta emas, ikkita hostel va Hilton mehmonxonasi bor. Hozir Hilton mehmonxonasidagi luks xonalardan biridamiz. Bitta ko'ring, sizga yoqishi aniq. Rostini aytsam, bu yer menga juda ham yoqdi. Sizgachi? Agarda bu yerga kelmagan bo'lsangiz, bir marta bo'lsa ham kelishni tavsiya bergan bo'lardim.